Amir Temur jome masjidi, Bibixonim jome masjidi nomi bilan xalq orasida mashhur. Amir Temur Hindiston yurushidan g'alaba qozonib qaytgandan so'ng g'alabasini nishonlash maqsadida Samarqand hududida katta bir majmua masjid qurilish ishlariga buyruq berdilar. Demak, kompleks masjidimiz 1399-yildan 1404-yillar oralig'ida qurib bitkazilgan. 5 yil davomida Amir Temur jome masjidi quriladi. Qurilish ishlariga esa Hindiston, Eron, Ozarbayjon hududlarining eng mashhur ustalari jalb etilgan edi. Og'ir yuklarni, toshlarni tashish maqsadida 95 ta fillardan foydalanishgan. Amir Temur Hindistonga yurish qilgan masjid qurilishidan avval 1398-yilda va o'sha Hind yurushidan o'zi bilan birgalikda 95 ta fillar hamda eng mohir ustalarni, Hind ustalarini Samarqandga olib keladi va mana shu masjid qurilish ishlariga safarbar etilgan. Marmar toshlarni Zarafshon tog'laridan fillar yordamida tashib olib kelgan Samarqand hududidagi masjidning qurilish ishlariga faktlarni keltirib o'tyapman. Ko'pchilik o'ylashadiki, xalq orasida mana shunday gap so'zlar tarqalgan. Amir Temur qurilish ishlaridan bexabar bo'lgan, yurishda bo'lgan yokida Bibixonim Amir Temur ayollari masjid qurilishini Amir Temur o'sha xotini uchun atab qurdirgan. Lekin faktlarga asoslanib qaraydigan bo'lsak, Amir Temur Hindiston yurushidan qaytgandan so'ng g'alabasini nishonlash maqsadida Samarqandda butun bir aholi uchun, ya'ni jamoat namozlarini kirib mana shu yerda ado etishlari uchun qurilgan edi. Birinchi bo'lib 8-asrda Samarqandda masjid barpo etildi. Hazrat Xizr masjidi. Hazrat Xizr masjidi Samarqand aholisi uchun kichiklik qiladi. Va shuning uchun ham Amir Temur 14-asr oxirlariga kelib mana shunday katta bir mahobatli masjid qurilish ishlariga buyruq berdilar. Lekin masjid qurilayotgan vaqtda Amir Temur Anqara jangida bo'lgan. Bayezid Yildirim bilan jangda bo'lganliklari uchun sevimli ayollari Bibixonim tomonidan qurilish ishlari o'z nihoyasiga yetkaziladi va xalq orasida ko'proq Amir Temur nomi bilan emas, Bibixonim jome masjidi nomi bilan mashhur bo'ldi. Bu yerda erkaklarimiz juma, hayit namozlarini o'rta asrlar davomida o'qishgan. Hozirgi kunda faqat tarixiy obida bo'lib saqlanmoqda. O'rtada turgan, hovlida turgan tosh lavh deb nomlanadi. Qur'oni Karim kitobini qo'yib o'qish uchun yasatilgan. Ba'zi bir tarixiy adabiyotlarimizda keltirilishicha, Amir Temur Iroqdan Samarqand hududiga Qur'oni Karimning Usmon mushafini keltiradi yurishlaridan keyin. Usmon mushafi kiyikning terisiga yozilgan qadimiy kitob. Hozirgi kunda Toshkentda Hasti Imom masjid majmuasida saqlanib turibdi. O'sha kitobimiz 15-asrda mana shu kursini ustiga qo'yib o'qilgan ekan. Marmar toshdan yasatilgan kursi 1425-yil Mirzo Ulug'bek tomonidan. Demak, Amir Temur kitobni Samarqand hududiga keltiradi. Nabiralari tomonidan mana shunday lavh yasatiladiki, Qur'onni qo'yib o'qish uchun. Aslida lavh toshi kitob bilan birgalikda katta masjidimizning ichkari qismida bo'lgan. 1875-yilda toshni tashqariga olib chiqishgan, sababi gumbaz zilzila bo'lgan taqdirda toshning ustiga tushib ketish xavfi yuqori bo'lganligi uchun tashqariga olib chiqib qo'yishdi. Amir Temur jome masjidi yoki Bibixonim jome masjidi deb nomlanuvchi mana shunday masjid majmuamiz haqidagi kerakli, qiziqarli faktlar to'g'risida aytib berdim. Bizning tariximiz juda ham qiziq, juda ham har gal eshitib anaqasang o'zingga yangi narsalarni ochaverasan. Rahmat sizlarga, juda ham kattakon. Rahmat e'tibor uchun.